Yoshi katta odamlar qora choy emas, ko'k choy ichishni ma'qul ko'rishadi. Bu bejiz emas. Ko'k choy ichishga yetarli sabablar mavjud. Ko'k choy terini yumshatadi, immun tizimini yaxshilaydi, qon bosimini pasaytiradi, saraton rivojlanishi xavfini kamaytiradi, tromblar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi, ishtahani pasaytiradi va quvvat bag'ishlaydi. Moddalar almashinuvini me'yorga keltirishga yordam beradi. Qondagi glyukoza miqdorini nazorat qiladi. Ko'k choy o'pkalarni himoya qiladi. Cheksangiz agar, tozalashga yordam beradi. Ateroskleroz yuzaga kelishi xavfini kamaytiradi. Mavsumiy allergiya alomatlariga qarshi kurashishda yordam beradi. Stressni kamaytirib, miya faolligini oshiradi. Organizmda suv muvozanatini tiklaydi. Ko'k choy tishlarning yemirilishi va milklar yallig'lanishi oldini olishga yordam beradi. Alkogol va zaharli moddalar ta'sirida rivojlangan jigar kasalliklariga qarshi kurashda yordam beradi. Ko'k choy ichish kerak va lozim.